Qizlar nima bo'lsa bo'lsin ichimdagi gapni aytaman. Yulduz Usmonova bizni ya'ni erdan ajrab ketib ayollarni endi unitazga o'xshatibdi. Yo'q, men o'zimizni unitazga o'xshatmayman. Ya'ni undan battarrog'iga, ya'ni birinchi turmushdan chiqqandan keyin boshqa ikkinchi turmush bilan 10 yil yashaymizmi, 5 yil yashaymizmi? Yulduz Usmonovaga qo'shilib ketdim men ham gapiga. Biz axlat chelakmiz. Sababi axlatini to'kib, axlatini yaxshilab to'kib bo'lgandan keyin axlat chelak bizda, bizga axlatini to'kadi. 5-6 yildan keyin yana boshqa yangi axlat paqir topadi. Tak что qizlar, endi meni ham gapiringlar, o'zi problemam kam edi. Endi yana bitta problema bo'ldi. Biz axlat paqirmiz. Birinchi turmushdan keyin, ya'ni mana keladi-ku, yashaymiz, 1 yil, 2 yil, 3 yil yashaymiz. Bo'ldi, ketdi. Yulduz Usmonovayu unitaz deb qo'yibdi. Qog'ozga o'rab aytilganda, u musorini to'kib ketadigan qulay axlat paqirmiz. Endi meni yeylar. Endi meni chiqaringlar. Bu haqiqat. Birinchi turmushdan ketgandan keyin haqiqat. Kimi boshqani eri bo'lib ketadi. Hamma o'zini axlatini to'kkani biz turmushdan ajragan ayollarga keladi. Tan olaylik. Undan tashqari bizga pulimizni beradi, ro'zg'orimiz qiladi, boshqa narsamiz udobniy bizda, udobniy biz. Tushunyapsizlarmi? Tan olaylik. Endi hozir yozasizlar, sen o'zing axlat paqirga o'xshatding, sen falonga o'xshatding, albatta. Albatta. Ajrimlar kamaysin. Biz qilgan xatoni biz 40 ga qarab ketyapmiz. Bir kam 40 yoshimiz. Biz qilgan xatoni yoshlar qilmasin. Bizdaqa unitaz, axlat paqir bo'lib qolmasin. Endi meni so'kinglar, endi meni g'iybat qilinglar. Tan olisham bir mardni ishi bo'ladi. Nima deyishsen deyishur.